esingizda qoladi. Men bu videoda ikkalamiz qilsak, ya'ni Meet'da ikkalamiz qilsak, bu nisbatan osonroqda. Ani qilolmaysiz. Ertaga baribir esingizda qolmaydi, chunki miya oson olgan narsani oson chiqarib yuboradi. Miya qiynalishi kerak. Miya qiynasangiz, o'shanda bar natija ko'rinadi. Ungacha bar natija ko'rinmaydi. Bu to'g'ri, lekin boshqatda yozib ko'raman aka. Tak, endi men ekranni share qilaman. Xudo xohlasa ekranim sizni ko'rinyapti-ya? Ko'rinyapti aka. Da. Tak, biza 10 ta savolni yechib bossak, bizda rezultatni ko'rsatadi. To'g'ri javoblar sonini ko'rsatadi. Va OK'ga bossak, yana birinchi skringa o'tadi. Endi biza har safar qilamiz, lekin bizda ana narsa qolmayapti. Ya'ni o'zi nima qilyapmiz? Mana nechta yechdik? O'tgan safar nechta yechganmiz, bu safar nechta yechdik? Balkim o'shalar historisi ham kerakdir bizga. Mana shu narsani o'ylab ko'rishimiz kerak va biz bugungi darsimizda mana shular historisini, ya'ni istoriyasini ko'rinadigan qilishimiz kerak. Ya'ni birinchi pejga o'tganda biza CapCut dasturini ko'rgan bo'lsak, masalan, CapCut design deb yozamiz. Rasmga olamiz. Mana rasmni ko'radigan bo'lsak, так, сейчас где? Да, вот это. Смотрите, qarang. Mana bu yerda ana qilyapmiz. Birinchi appga kirganimizda Create New Project turibdi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi qilgan proyektlarimiz bizda ko'rinyapti. Biz ham shuni qilishimiz kerak. Ya'ni oxirgi marta yechgan testimizda bizda ekranimizda ko'rinsin va mana bu yerda katta tugma, balkim shunga o'xshash qilishimiz mumkin. Yana test ishlash yoki test ishlash deb mana bu yerda knopka bo'ladi. Mana bu yerda bizani listimizda ko'rinishi mumkin. Keling, hozir biza shuni qilishga harakat qilamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun nima qilishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Birinchi navbat nima qilishimiz kerak? Nimagadir ovozingiz kelmadi yoki gapirmadingiz. Eshitilyaptimi aka? Da, endi kelyapti. Bundan oldin gapirgan bo'lsangiz, lekin men kelmadi, nima qilishimiz mumkin degandan keyin. Bilmadim aka. Variantlar yo'qmi birorta? O'sha anondan foydalanamiz. Shunda istoriyasini shared preference'dan. Demak, biz buni saqlashimiz kerak ekan. Nechta yechganmiz ana? Da, to'g'ri. Xo'p, uning uchun birinchi bitta page yaratib olamiz. Uni main page deymiz. Mana bu yerda page yaratamiz. Main page deymiz. Main page'da endi bizda mayli hozircha stateless bo'lsin, bu ham stateless widget va main page. Mana shu yerda bitta narsa, stateless bilan stateful nima farqi bordi o'zi? Xo'p, stateless bo'ladigan bo'lsa, keyin boshqa o'sha page o'zgarmaydi. Stateless bo'lsa, stateful bo'ladigan bo'lsa, o'sha qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Misol, ma'lumot olib kelishimiz mumkin internetda, yo o'shanga qarab UI chizilishi mumkin, o'shanaqa o'zgarishlar bo'lsa. Demak, sizda tushuncha bor, lekin unchalik tushunarli emasdan. Hozir shuna bo'lyapti. Men tushunishim bo'yicha. Okay, biz hozir mana shu
misolda yoki state managementlari o'rganayotgan bu narsani tushunib ketamiz da bu gapingiz to'g'ri. Mana shu narsalar bitta ikkita dastur qilsak, ularni farqini tushunib olasiz. Hozir sal abstrakt tuyulishi mumkin, lekin o'shani tushunib olasiz. Hozir gapingiz to'g'ri. Endi biza nima qilamiz? Endi biza mana buni dizaynni mana shunga qanaqadir o'xshatishga harakat qilyapmiz. Если yaxshiroq dizayn chiqsa, o'shani bosib yuboramiz pastroqda desam. Da mana вот это. Вот это. И вот это. Да, нормально. Хоп. Сейчас. Да. Net. Da, mana shu dizayn bizga kerak edi, mana shu joyga. И hop, bunisi nima ekan? Bunisida buni menimcha mana bu yeri ham normalniy edi. Hop, хорошо. Mana shu joyni ko'ryapmiz va mana shunga o'xshatishga harakat qilamiz proyektimizni. Uning uchun biz konteyner yozganmiz. Konteyner ichida endi scaffold berdik, ya'ni bitta ekran berdik. Endi buning ichida 3 ta qism bor. Upper, body, uchinchisi nima edi? Bottom navigation bormi? Da, bottom navigation bor. Ular mana bu joyi tepa qismi, mana bu tepa qismi mishkam ko'rinayotgan joyi upper, o'rta qismi body, pastki qismi bottom navigation bor. Bunda ham ko'rishimiz mumkin. Mana CapCut logolari turgan joyi upper, body и bottom navigation bar qismlaridan iborat. Endi biz qilishimiz kerak, mana bu new project deb yaratishimiz kerak ekan. Xo'p, new projectni yaratish uchun biz birinchi navbatda scaffold yozdik. Endi tepasiga biz ham o'zimizning app'larimiz qo'yib qo'ysak bo'ladi. App'lar deymiz. Va bizda app'lar mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Va buni title'iga text deymizda. Fancy quiz deb yozib qo'yishimiz mumkin. Va bu doim o'rtada turishi uchun center title true qilib qo'yamiz. Endi buni style berishimiz kerak. Buni sal qalinroq qilishimiz kerak. Mana shuni sal qalinroq qilishimiz kerak va siz menga nima deb yozishimni aytib turasiz. Hop, text style. Hop, text style, hop. Font weight bold. Font weight. Font yoki weight. 500 mi 600 mi? Necha? 600 ham normalniy bo'lsa kerak. Va 600. Okey. Da 600 ham normalniy ekan. Okey. Zo'r. Endi app'larni cho'ta color'i menga yoqmayapti. Men bu bilan bir xil qilishim kerak shuni. Unda nima qilamiz? Transparent, color transparent. Nima deb yozay hozir? Hop, color. Cho'ta color yo'qqa o'xshatdi. Background color edi. Background color, hop. Colors.transparent. Da, bu yo'li ham bor. Yoki shunchaki scaffold qanaqa rang bo'lsa, men buni color'i qanaqa bo'lsa, buni ham bunga berib yuborish variantim ham bor. Ikkala variant ham to'g'ri. Endi sizni variantingizga to'xtalaylik. Mana shuna bo'lsin. Mana shuni elevationni masalan 10 bo'lib qolsa, mana ko'ryapsizmi? Mana soyasi bor. Mana shuna holatda bo'lib qolishi ham mumkin. Qaysidir proyektlaringizda mana shuna holatda bo'lsa, demak elevationni bor orqasida 0 qilib qo'yasiz. Mana shunda yo'qoladi orqasidagi narsasi elevationni. Biz elevationni nimagadir o'chirib qo'ygan ekanmiz o'zi. Okey, mana shuna ko'rinishda bo'lyapti. Endi men body qismiga o'tishim kerak. Endi konteyner yarataman. Va bu yerda decoration, box decoration, color'ni hozircha red beraman. Men o'zi qolipini yaratib olishim kerak. Birinchi men buni qolipini yaratib olsam, keyin o'zi stil berishni boshlayman. Margin deyman. Margin vazifasi nima edi? Hop, chekkalarni o'rtaga surib beradi. Da, ya'ni men buni chekkasidan boshqa widgetgacha bo'lgan joyi mana bunaqa berib qo'yadi. Okey. Endi tak. Bunga sal o'xshayapti. Endi border berishimiz kerak, corner berishimiz kerak. Ya'ni mana bunaqa
chekkalarni Border radius. border radius berishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? O'sha box decoration ichida ham border radius. Border radius Circular ichida border radius circular hop. 10 bo'la qolsinchi. Okay, 10 bo'ldi. Mana shuna bo'ldi. Okay, zo'r. Endi nima qilamiz? Endi box decoration bor, height berdik. Endi qanaqadir ichiga mana buni qo'shishimiz kerak. Mana bunaqa widget qo'shishimiz kerak. Buning uchun child deyman. Endi nima deb yozaman? Text. Text. Text new project yoki bizada test ishlash. Bizda buni olib qoldi. Icon'ni ham qo'yish kerakmi buni yo icon shart emasmi? Iconni ham qo'ysak zo'r bo'lardi. Unda bitta row qilamizmi yo icon Hop. row qilganimiz yaxshiroq menimcha. Icon bilan text beramizmi? Row. Yo bitta icon button qilib yuboramizmi? Qaysi biri? Mayli, hozircha row qilaylikchi. Qani o'xshamasa keyin boshqasiga o'tamiz. icons.add deylik. Mana bu yerda addda bu sal o'xshash. Endi buni size box with alt berishi mumkin. Mana bunaqa bo'ldi, lekin bizdan buni endi o'rtaga surishimiz kerak. Nima qilishimiz mumkin? Ovozingiz kelmay qoldi aka. Mana bu widgetni biz o'rtaga surishimiz kerak. Mana bunga o'xshatib nima qilishimiz mumkin? Alignment beramiz aka. Containerga alignment center qilsak. Containerga hop, alignment center qilaman. Okay. Nimagadir o'tmadi. Rowni size'ini maksimum qilish kerakmi aka? Hozir bu o'zi bo'lardi. Minimum size'da turganmi aka? Yo, boshqa. Rowni size'ni qanaqa qilardim? Main axis size. Main axis size mean Maksimum. O'zi maksimum turadi. Biz minimum qo'yamiz. Maksimum turgani mana bu yerdan mana bu yerga polniy hajmni egallaydi. Minimum qilish bitta variant yoki main axis alignmentni nima qilishimiz kerak edi? Center qilishimiz kerak edi. Main axis alignment center bo'lsa mana bunaqa bo'lardi. Bu ham bitta variant edi. Bizda main axis alignment size min qilishni tanladik. Okay, mana shuna turibdi. Okay, endi men shuni qoldiraman. Buni dekoratsiyasini men bu yashilroq o'rtasini sal ochroq qilib siz keyingi darsda qilasiz. Keyingi darsgacha. Buni gradient berasiz bunga. Liner gradient berishingiz mumkin. Biz buni ko'rgandik menimcha. Xo'p, endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa bizda endi pastiga nima qilishimiz kerak? Nokta list generate 10 qilaman. 10. Xo'p, men bu yerga index deyman. Hoppa, ochib olaman. Hop. Va men bu yerga return list tile deyman. Hozircha va bunga list tile'ga qanaqadir ustiga container beraman, чтобы sizga ko'rinishi uchun hozir. Hoppa. Nima tushundingiz hozir shu joyda?
Hop, hozir list generate qilyapmiz. 10 ta. Da 10 ta. Bu degani, mana bu list generate degani 10 ta itemni tipa mana bunaqa 1, 2, 3, 4, 5 nuqta nuqta 10 ta deb yaratib oldik. Endi mana shuni biza hozir bu listni ichida ma'lumot qabul qiladi. Mana shu bundan tashqaridagi listga bu listni qo'shish uchun, ya'ni ikkalasini bitta listda ko'rsatish uchun oldiga 3 ta nuqta qo'yishimiz kerak. Mana shunda bu listni ham bundan nusxaladida ichidagi har bittasini mana bu dagi listga beraveradi. Ya'ni mana bu columnni children listiga beraveradi. Bizda shunaqa holat bo'lyapti hozir. Mana o'zi bu list bo'ldi, uje list widget bo'lyapti va list widgetda 3 ta nuqta qo'yganimizdan keyin mana bunga o'zlashtirib tashlayapti. Ya'ni bundan tashqaridagi childrenga o'zgartirib tashlayapti, ya'ni o'zlashtirib tashlayapti. Okey. Biz shunaqa qildik. Endi men marginni h insert symmetric horizontal 16, vertikal 4 qilib qo'yamiz. Va mana bu yerda bu konstitni qo'yib qo'ysam mana bizda ko'rinyapti. Shuni endi bir 50 yo mayli 15 ta qilaylik. Aha, bizda error beryapti. Bu errorni qanday tuzatishim mumkin endi? Single child scroll viewga o'rasak bo'ladi menimcha. Qayerga o'rashimiz mumkin? Kolumni. Da, columnni o'rashimiz mumkin. Okey. Widget single child scroll view. Bizda qarang, hozir bizda men scroll qilganimda app'larni ko'ryapsizmi? Misol rangi o'zgaryapti. Mana shuni qanday yo'qotgan bo'lar ekan? Elevation yonida yana bittasi bor edi. Tak, 0 qilib qo'yish kerak edi. Da, Scroll nimadir. da scroll elevation. O'shani qilib qo'ysak, uje mana da chotki mana o'xshadi. Endi bizda mana shu joyda biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa pubdev ga kiramiz. Pubdev bu bilasiz rasmiy sayt. Shared preference deb yozamiz va mana bu yerda shared preference chiqadi. 22 kun oldin update bo'lgan ekan oxirgi versiyasi. Bu pubdev saytida mana bu yerda package nomi va mana bu yerda agar Flutter favorite ga qo'shilgan bo'lsa maxsus nishon va kim tomonidan ishlab chiqarilgani, necha marta like olgani va bu packagening kodi necha bahoga loyiq ko'rilgani va yuklanishlar soni kelib chiqadi va readme fayl bu bizani ilovamizda mana bu readme fayl mana shu mana bu yerda ko'rinadi. Mana shu qismi hisoblanadi va readme faylga bular yozib chiqqan shu narsalar ma'lumotlari. Okey. Undan keyin channel log degan qism bor ekan. Channel logda qaysi versiyalarda nima qilinayotgani, nima bo'layotganini mana shu yerdan ko'rib tursak bo'lar ekan va example'lar mana bu yerda example deganda ichida example bor ekan va shuni ko'rsak bo'lar ekan. Installing qanday install qilishlar bizda ko'rinyapti va versiya kodi mana bu yerda versiya ko'rinar ekan va scope buni reytingi ko'rinar ekan. Bu yerda pubdev ga kirsak dino run deb yozsam bilmadim, menga bor edi. 105 ta yuklanish bilan to'g'ri 7 kun oldin chiqardim. 105 ta yuklab qo'yishdi. Xo'p. Buni ikkita yo'li bor ustanov qilishi. Birinchi yo'li mana bu yerdan kopiya qilamiz. PubSpec YAML kiramiz va mana bu yerdan dependencies topib turib Cupertino buttondan paste qilib qo'yamiz va mana bu yerda bitta tab o'rni bor. Bitta tab joy bor. Mana shu turishi kerak. Okey. Va bu yerdan pubget tugmasini bossak, bizda package yuklab oladi. Mana package yuklab oldi. Okey, bizda ishlayapti. Endi bu package ni ishlatish uchun men appni bir marta o'chirib yoqishim kerak. Chunki buni native kodlari bo'lsa,
boshqatdan generate qilib olishi uchun. Endi nima qilaman? Endi men readme faylga o'taman. Qanaqa ishlatilishini men bu yerga yozib qo'ygan bo'ladi va mana bu yerda qanaqa ishlatilishini ko'rsatib qo'ygan ekan. To use the Android shared preference backend, use the shared preference async Android options when using shared preference async on Android debdi. Va buni qanday ishlatishi qo'yib qo'yibdi. Shared preference mana bu yerda qanaqa ishlatishi ham qo'yib qo'yishibdi. Okay. Endi bizda shared preferencedan ma'lumot olishni ko'rishimiz kerak. Endi buning uchun men main page ga o'taman. Main page turman va men bu yerda men yozaman. Xo'p, get data va men bu yerda hop, men bu yerga async qo'yaman va bu future bo'ladi hozircha va men bu yerda print qilaman date time .now .seconds deyman va shared preference deyman get instance bo'ladi final pref deb qo'yaman hozircha. Shared preference app'imizda instance qilib oladi va instance qilgandan keyin set bool string bu narsa masalan saqlash uchun string ga key ga data degan key ga masalan value degan o'zgaruvchini saqlaydi va prefdan get string qiladi, qanaqa datani oladi va bundan print qilamiz. Mana shu narsani print wait qilib mana shuni print qilamiz va buni ham bitta print qilamiz. Mana bu yerda wait shart emas ekan. Hop, mana bu yerda endi bitta mana da sekundga bilinmas ekan. Millisekundga bilinar ekan. Mana 882 dan 920 orasida bu degani bir 8 millisekundda ma'lumotlarni saqlab yana olib berish jarayoni 8 millisekundni tashkil qilar ekan. Xo'p, endi men tushuntiraman nima qilganman. Shared preference bu shunaqa package bu package bilan ma'lumotlarni telefonning xotirasiga saqlash mumkin. Telefonning xotirasiga o'zi qanaqa saqlanadi degan savolga javob topamiz hozir. Buning uchun men bu yerda DevTools ochib olishim kerak va DevTools ochgandan keyin men bitta noqsam refresh qilsam men bu yerda API mana API ko'rinadi va biza API dagi ma'lumotlarni map ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. O'zi ko'p narsamiz bizda map ko'rinishida bo'ladi va men bu yerda data as of deganda mana men bu yerda datani saqlabdi va bu yerda bilishimiz mumkin. Men bu key qismi, men bu value qismi, bu mapda buni bilamiz va bizani shared preference'imiz ham app xotirasida cache degan joyga o'tar ekan, bitta yangi fayl yaratar ekan va u fayl ichida ma'lumotlarimizni mana shunaqa ko'rinishda saqlab ketar ekan. Bu faylni topib olish mumkin va bu fayl yopiq emas, ochiq holda saqlanadi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Iloji bo'lsa token degan narsalar bor. Maxfiy narsalarimizni shared preference saqlamasligimiz kerak, lekin ochiq bo'lgan narsalarni mana shunda saqlasak bo'ladi. Kichkina bo'lgan narsalarni saqlash uchun bu juda ham yaxshi package. Endi davom etamiz. Endi nima qilamiz? Endi bizda appda ko'rsatishimiz kerak narsalar mana shularni. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun endi appimizni agar men konteyner bosganimda inkwell widget bo'lsin, masalan
on tap xususiyatiga endi nima qilishimiz kerak? Navigator of context push deyman. Quiz page'ni ochib olaman. Push material page route context quiz page'ni ochib olaman. Mana shunaqa qilib quiz page'ga, keyingi page'ga route yozib oldim va buni bosganda boshqa page'ga o'tish kerak edi menda. Nechuk o'tmadi menda. Mana keyingi page'ga o'tyapti bosganimda. Bu page'ga o'tdi. Ya'ni test ishlash bizda ishlayapti. Endi testni mana bunaqa bosib ishladim. Hammasini ishladim deylik va biza ishlagandan keyin mana bu yerda result ko'rinyapti. Demak, biza kerak joyi result page ekan. Result page'da ma'lumotlarimiz, mana bu skorimiz, mana kalkulyator qilganimizda, bizda ma'lumot ko'rinyapti. Endi kalkulyator qilganimizda ma'lumot ko'rinyapti va bu ma'lumotni biz saqlab olishimiz va saqlab olgandan keyin OK bosganimizda biza main page ochgandik. Mana bu page'imizda ma'lumotlar ko'rinishi kerak. Uni qanaqa qilamiz? Uning uchun biza shared preference'ni o'zini birinchi ko'rib chiqishimiz kerak. Shared preference mana bunaqa bir instance qilinar ekan va pref ya'ni shared preference ichiga nimalarni get string bor ekan. Ya'ni string get qilsa, get bu ixtiyoriy bittasi, masalan dynamic ko'rinishda string ham boshqa ham mana shu keyga qarab olishi mumkin ekan va set string bor ekan. Ya'ni stringni mana bu biza lokalimizga yozishimiz mumkin ekan. Get bool qiymat olishimiz va uni kirgizishimiz va hammasini clear qilsak, hammasini biza clear qilib olish imkoniyatimiz bor ekan. Remove qilsak, qaysidir ma'lumotimizni map ko'rinishida saqlayotgan qaysidir keyimizni ma'lumotlar bazasidan o'chirib olishimiz mumkin ekan. Set string list bor ekan va stringlarni list ko'rinishida saqlashimiz va ularni olishimiz bor ekan. Contains key bor ekan. Ya'ni biza saqlagan keylarning ichida ma'lumot, mana shu ko'rinishdagi ma'lumot, ya'ni mana shu key bilan saqlangan ma'lumot bormi, yo'qmi, o'shani tekshirib berar ekan. Get double bor ekan. Double olish, get int olish, get keys keylarni olish, reload qaytadan refresh qilish, set double'ni set qilish, set int olishlar bor ekan bizani shared preference package'imizning ichida. Endi nima qilamiz? Shared preference package'imizni ichini ko'rib oldik. Endi biza buni qanaqa qilib saqlaymiz? Testni bosamiz, ishlaymiz. Ishlaymiz. Mana bu yerda mana ma'lumotlar ko'rinyapti. Xo'p, bosyapmiz va bizada 9 ta ishlaymiz va shuncha skorimiz bor ekan. Endi mana shu narsalarni ko'rsatishimiz uchun main screenda biza nima qilishimiz kerak? Buning uchun biza bilishimiz kerak, mana bu yerda ma'lumotlarni bizaga nimasi kerak? Main screenda bizaga kerak ma'lumotlar. Buni men bu yerga prosta takka yozib olganman, data prosta takka yozib olganman va biza datada ID degan narsa bo'ladi. Nechun masalan bir-biridan ajratish uchun ID bo'yicha saqlab oladi. ID va bizada
correct answers, to'g'ri javoblar soni masalan 10 ta deylik va get point mi yoki get coin mi bo'lishi mumkin. Va mana shu bizada necha? 936. Mana bu 9 ni tashkil qilishi mumkin va bu 36 ni tashkil qilishi mumkin. Biza mana shunaqa ko'rinishda ma'lumotni olishimiz kerak va bu ma'lumotlar bizda har safar qo'shilgani uchun mana bunaqa list ko'rinishida bo'lishi mumkin. List ko'rinishida mana shunaqa ma'lumotlarni biz olishimiz kerak. Hozir bizga kerak bo'lgan narsa orqali mana shunaqa ma'lumotlarni olishimiz kerak. Xo'p. Mana shunaqa ma'lumotni olishimiz kerak. Endi biz o'ylaymiz. Birinchi buni qanaqa saqlashni ko'rishimiz kerak. Shared preference instance qilar ekanmiz. Unga key orqali ma'lumotni saqlashimiz mumkin va uni olishimiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda ekan. Endi mana shu ma'lumotni list ko'rinishida qanaqa buni saqlashimiz mumkin? Qanaqa ideyalar bor? Boya adashmasam set string listmi shunaqa degani bormidi yo? Hop. Preference set string list bor ekan. Aha. Mana shundan foydalansak bo'ladimi yo? Bo'ladi, lekin bizda bu nima bo'lar ekan o'zi? Set string list qilsak, xo'p, bir tarafiga string key va list stringga olar ekan. Value list string bo'lishi kerak ekan. Endi bizda ma'lumotimiz map ko'rinishida-ku, buni qanaqa bunga o'tkazishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Ideyalar bormi? Yo'q. Tak. JSON degan narsa haqida eshitganmisiz biror marta? JavaScript mi? JSON. Eshitganman adashmasam. Mana bu yerda hozir ko'rsatdik-ku, mana bu. Mana bunday qilib bitta refresh qilsak, bizda API dan ma'lumot kelardi. Mana. API dan ma'lumot kelishi mana shu JSON dan keladi. Ya'ni mana shu narsa JSON bo'ladi. Ya'ni bizdagi map bir tarafdan polniy JSON deb ataladi. JSONdan ma'lumot birinchi platformadan, birinchi dasturlash tilidan ikkinchi dasturlash tiliga uzatilishi mumkin. Ya'ni API dan ma'lumotlar biz JSON tarzida qabul qilamiz va bu JSON tarzi string ko'rinishida bo'ladi. String ko'rinishida bo'ladi, lekin bu stringni mana bu o'zi list ko'rinishida, lekin buni JSON string ko'rinishida kodlangan bo'ladi. Ya'ni bu hozir string, lekin biz buni dekod qilsak, bu hozir enkod qilingan, ya'ni kodlangan, enkod qilingan ko'rinishni dekod qilsak, buni bizga list ko'rinishini chiqarib beradi. Uni mana shu narsani biz dekod qilish uchun nima qilamiz? Final decode string deyman, nokta json nokta deyman. Dekod qilsak bizda kodlangan JSONni ochadi. Bizga hozir enkod kerak, ya'ni buni JSON qilishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Men bu datani saqlamoqchiman. Data.map qilsam, har bittasini
ichini aylanib chiqardi, buni gaplashgandik. Buni oldinglarsa. To list deyman. JSON encode va men buni mamnun qilsam. Endi mana buni har bittasini stringga aylantirib olyapti. JSON ko'rinishda buni yana qaytarsa bo'ladigan variantda buni kodlab olyapti JSONga. JSON encode qilsak va bu datamiz saqlanyapti va buni biza data degan set shart emas, getan shart emas, set qilamiz va men dem men bu yerga await deymiz. Print va print ma. Hoppa. Tak, bizda 964 dan 990 gacha millisekund ketibdi. Endi print prefs nuqta get string list data desam, mana bizda ma'lumotimiz string ko'rinishda, mana bu string ko'rinishda bizda ma'lumotimiz, stringlarni listda ko'rinishda ma'lumotlarimiz mana saqlab olgan. Bizda ko'rinyapti, lekin bu string. Endi buni qanaqa qilib yechamiz stringdan? Print deyman. JSON decode deyman va mana bu bizda decode qilingan animiz bu final string listimiz, bu stringimiz JSON decode qilingan ana bo'lishi kerak. List string list bo'ladi va stringimiz biz JSON encode qilingan JSON ma'lumot. Okay, endi bu string listni biza nima qilamiz? Buni chiqarish uchun men birinchi string list nuqta map qilaman. Ichida har bitta narsa aylanib chiqishim kerak. Mana deyman, ichida har bitta element JSON nuqta decode deyman. Hoppa. Va buni evet qilishim kerakmi? Evet shart emas. Hop. Da. Ben bitta qoliblar. Xatoligi berayotgan ekan. O'sha men buni to list qilarsam, o'sha list ko'rinishda mana paydo bo'ldi. Va biz ma'lumotlarimizni oldik. Mana bu yerda. Ma'lumotni oldik. Mana shuni men bu yerga statelessni stateful widget qilaman. Nimaga? Chunki mana bu narsa, mana bu ma'lumotimiz bizda initialize bo'lguncha nechadir sekund turadi. Nechadir sekunddan keyin ma'lumotimiz kelgandan keyin ekran chiqishi kerak. Uning uchun nima qilaman? Xo'p, uning uchun men map deyman. Map string dynamic ni listi bo'ladi bu. List ko'rinishda bo'ladi va bu data bo'ladi. Mana buni ichida qilsam list map string dynamic data. Mana shuna ko'rinishda biz data listimizni hozir yozib oldik. Endi bundan olgan ma'lumotlarimizni mana shunga tenglab olaman. Ben bu yerda ham data ekanda buni underscore bilan qo'yib qo'ysak,
stringi listi bo'lar ekan. JSON dekod qilganimizdan keyin esa bu narsa map string dynamic ko'rinishda bo'lsin. Mana bunday qilib berdik va bunga o'tdi va set state degan narsamiz bor edi. Set state UI'mizni boshqatdan chizardi. Endi men bu datani olaman va men buni data.length deyman. Va buni endi get data deb bermayman-da. Buni har safar init state bo'layotganda beraman endi. Men buni ko'rinishda qilaman va result page ga o'taman. OK ga bosganimda endi menga qayerga o'tish kerak? Main page ga o'tish kerak. Mana shunday ko'rinishda bo'lsin. Xo'p, bo'ldi. Endi bitta ishlab ko'raman. Tak. Init state'iga berdikmi? Init state'iga berdik. Da bizda bir marta ishga tushdi. Endi boshqatdan bitta ishga tushirib ko'ramiz. Get string, set string data, get string data. Ishga tushiramiz. Hop, print data length bo'lsin. Что-то не то. Men bu data listi qayerdan olyapti? Mana bu yerdan olyapti-da. Buni qilsak endi to'g'ri bo'ladi-da. Mana o'sha ma'lumotni saqlayapti, lekin bizga statik ma'lumotimizni saqlayapti. Bizga statik ma'lumotimiz shart emas, buni saqlashi kerak emas. Buni men example uchun olaman va result page ga o'zimni example'im uchun qo'yib qo'yaman. Mana ma'lumotimiz shuna ko'rinish saqlanishi kerak deb. Va endi men buni saqlashini ham olib qo'yaman. Men buni qilaman. Buni ham hop saved data deb qo'yaman. Va endi bu yerda ham final prefs nuqta shared preference nokta get instance bo'ladi. Await bo'ladi. Prefers mana pref set string bo'lyapti. Endi datani o'rniga biz ham bu yerda men buni copy qilamiz va datani o'rniga biz ham xo'p yozishimiz kerak bo'ladi. Select answers nokta map qilamiz va buni har bitta elementini olamiz. Yo'q, bizda unaqa emas. Xo'p, endi buni qanaqa saqlashimizni o'ylab ko'rishimiz kerak. O'zi bunga biz list saqlay olamiz. List ko'rinishida string saqlay olamiz, to'g'rimi? Hozir o'y bo'yicha. Endi shu yerda uzilib qolmaydi sizdan. Eshityapman aka, eshityapman. Endi o'ylashimiz kerak. Men shuni
nechta to'g'ri javob topganimizni har safar mana bu yerda chiqarib turishi uchun mana shu pejga o'tganda buni saqlab qo'yish kerak. Bizda bo'layotgan muammo, u pejga o'tdi, u pej shared preference saqlamoqchimiz. Lekin bundan oldin list saqlaganmiz biza. O'sha list saqlaganmiz. Hozir yana list saqlasak, o'sha listni ustiga yozib yuborarmikan, oldingi listni qo'shmasmikan deb o'ylayapman. Sizda qanaqa yechim bor bunga? Nima deb o'ylaysiz? Tushundingiz hozir muammoni? Tushundim aka. Nima yechim bor? Nima deb o'ylaysiz siz? Birorta yechim bormi sizda? Yo'q, topolmadim lekin. Men bitta yechim taklif qilaman. Birinchi final list string deymanda old data deyman. Ya'ni oldingi ma'lumotlarni men birinchi olsam nima bo'lar ekan shundan? Get string list data deyman. Va men buni qilsam, bu agar null kelsa, men bu list olsin deb null check qilib ketyapmiz. Null checking degan narsani o'rgatganmanmi, yo'qmi? Null safety'ni. Ko'ruvdik aka. Da, ko'rdik. Okay. Mana buni ko'ryapmiz va olyapmiz. Oldingi datalarni olyapmiz. Endi biza oldingi datasiga qo'shishimiz kerak yangi string. Ya'ni bu stringimiz json.encode deymiz. Encode va mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va bu anuyimiz oldingi datamizni lenziga teng bo'ladi. Buni id'si. Oldingi datamiz 0 bo'lsa 0 dan, 1 bo'lsa 1 bo'lib id'si ketadi. Endi calculate correct answers bor. Mana shu nechta to'g'ri javob bo'lganini hisoblaydi va buni 4 ga ko'paytirsak mana o'sha bu anuni coinlar sonini ko'rsatadi. Endi buni oldik. Endi buni await prefs nokta set listga datasi va old datani yana o'ziga saqlab qo'yaman. Mana shunaqa qilsam, endi menda o'sha bo'ldi. Endi mana ko'rindi, o'sha ana bo'lyapti. Ya'ni ko'rinyapti. Nima desam bo'ladi? Xo'sh, o'sha menda bo'ldi, endi ana qilishim shart emas buni. Ma'lumot saqlab qo'ydim xolos. Endi run tugmasini bosaman. 3 ta hozircha. Eslab qolamiz, boshida 3 ta edi. Hop, endi yana testni yechib ko'ramiz. Testni yechib ko'ramiz. Test yechamiz. Testni yechamiz. Buni ham yechamiz. Buni ham yechamiz. Buni ham yechamiz va buni ham yechamiz. Bizda shuna ma'lumot. OK bosamiz. Hop, bizda yana 3 ta. Okay. Endi main page ga o'tamiz. Nimaga bizda doim o'shta ko'rsatyapti. Datani saqlayapti oldingi page ga. Get string list. Get data. Datani lenzi bo'yicha ketyapti. Okay, bu taraf to'g'ri. Ha.
Biz datani saqlashni qilmadik-ku. Buni qachon saqlaydi? Qachonki mana shu pechga kirganimizda bizda saqlab qo'ysin ma'lumotlarni. Bo'ldi. Endi ham bir marta boshqatdan ishlar ekanmiz. Okey bosamiz. Bu 4 ta bo'ldi. Bizda ko'paydi. Demak, ma'lumotimiz bizda saqlanyapti. Endi saqlangan ma'lumotni tak ko'rsatish kerak UI'da. Buning uchun nima qilamiz? Data deyman, mana title text deyman. Shu datamizni ichidagi nimalari bor o'zi bizda? Buni correct answer deganda bizda to'g'ri savollar soni data index deyman, ya'ni indeksda correct answers mana ko'rsatadi va bu to string ko'rinishda bo'ladi. Va buni string qilsak, mana bu yerda to'g'ri javoblar soni ko'rinyapti va buni biza hop to'g'ri javoblar soni deyman va mana bunaqa ko'rinishda saqlab qo'yaman. Mana to'g'ri javoblar soni 9 ta. Subtitle text to'plangan ballar deyman va mana shuni olib olganman-da. Endi get coinni mana bu yerga chiqarib qo'yaman. Mana to'plangan ballar va to'g'ri javoblar sonini уже bizada ko'rsatyapti. Yana test ishlashni bosam, yana test ishlayman oxirida va yana mana bu bittadan ko'payishi mumkin bo'lyapti. Hozir tushundingizmi shu joygacha? Bir boshidan ko'rib olaman ekan. Demak, bu tushunarli bo'lmadi-da. Sal qiyinlashdimi deyman. Hop, qarang. Shared preference degan narsa bor ekanda bizda o'zi. U device'ga ma'lumotni map ko'rinishida saqlar ekan. U mapga, ya'ni o'zimiz map bor-ku. O'zimiz mapga qanaqa ma'lumotlar ichiga to'ldirish mumkin edi? Key value. Key qismi faqat string bo'lardi mapda. Key qismi faqat string bo'lardi va map qismi bizada. Endi boshqa narsa bool bo'la olmaydi, lekin men boolni ko'rmaganman. Unda bo'lishi mumkin. Hozir bizda shared preference anusida ma'lumotlar mana bunaqa ko'rinishda, daraxt ko'rinishda data Azizbek ko'rinishda yana bitta H12 ko'rinishda bizada mana bu telefonimizni keshiga Android tutgan bo'lsangiz, eski Android, oldin Android degan papkalarda har bitta bo'lardi. Dasturi nom bo'lardi va ichida qanaqadir cache tudim papkalar bo'lardi. O'sha narsalar yangi Androidda ham borda, prosos ko'rsatmaydi. O'sha papkani ichiga kiradi, bu packagimiz o'sha papkani ichiga kirib yangi fayl yaratadi. Yangi faylda ma'lumotlarni mana bunaqasiga bunaqa sifat emasda buni JSON ko'rinishida saqlaydi ma'lumotlarni. Ma'lumotlarni JSON ko'rinishida saqlaydi. Ma'lumotlarni JSON ko'rinishida saqlagandan keyin biz mana bu yerda aytamiz. Get instance shared preference avval instance qilib ol, ya'ni yuklab ol, uni chaqirib ol, undan obyekt yaratib ol va o'sha yaratgan faylingni ichidan data degan narsani key data bo'lsa o'shani olib chiqarib ol deb biz buyruq beryapmiz.
va uni UI ga ko'rsatyapmiz. Birinchi men hozir 10 sekundni nimaga qo'ydim? 10 sekundni hozir qo'ysam mana. Birinchi hech nima yo'q edi, ya'ni datamiz null edi. 10 sekund o'tadi. 10 sekund o'tgandan keyin biza buyruq beramiz. Hey shared preference, sen initialize bo'lding. Endi ma'lumotlarni sen listga, faylingga saqlaganding. Agar faylingga saqlangan ma'lumotlarning ichida data degan narsa, data degan key bilan birorta ma'lumot saqlangan bo'lsa deymiz, o'shani bizaga olib ber deymiz. Buyrug'i berdik. Okey dedi. U buyrug'ini oldi. Bu qanaqa ko'rinishda saqlaydi? Qaytaradi. Stringlarni listini qaytaradi bizaga. Agar ma'lumot bo'lsa null qaytaradi. Biza null ma'lumot kerak emasda, bizaga null bo'lsa mana bunaqa empty list ko'rinishida berib yubor deb mana buni null checkga yozib yubordik. Endi okey, buni yozdik. String ko'rinishida oldik ma'lumotlarni. String bu enkod qilingan JSON ko'rinishida aytdik. Ya'ni mana bunaqa unda stringi bor-da, mana bunaqa stringi bor, mana bunaqa narsasi bor va buni qanaqadir JSONga saqlab qo'ygan. JSON ko'rinishiga keltirib qo'ygan. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishda olgan bular yaramaslar, mana bunaqa ko'rinishda saqlagan ekan deb. Ya'ni mana shu narsani bular JSON qo'ygan deb, ya'ni JSON degani mana shunaqa ko'rinishda saqlab olgan deb biza o'zimizcha faraz qildik. Mana shunaqa ko'rinishda saqlab olgan bular ma'lumotni dedik. Mana shu map ko'rinishi, lekin string ichida. Mana shunaqa ko'rinyapti. Map ko'rinishi, lekin string ichiga saqlab qo'ygan. Bitta qatorga yoki bitta obyektga saqlanishi uchun. Okey. Biza ham shunaqa qilib qo'yamiz dedik. Ya'ni mapni ham string ko'rinishiga ixchamlab olib turib, davay o'sha narsani biza saqlaymiz deb o'yladik siz bilan. Va o'sha narsani saqlash uchun biza mana buni mana bu yerda saqlab bo'ldik-ku biza mana bunday ko'rinishda. Endi buni dekod qilib olyapmiz. Dekod qilib olishda stringlar listini olyapmiz. Har bitta string enkod qilingan JSON deb olib, endi u JSONlarni biza dekod qilib olyapmiz. Ya'ni koddan chiqarib, yana map ko'rinishiga qaytarib olyapmiz. Va bu map ko'rinishini biza dataga yuklab set state qilyapmiz. Ya'ni data deyman, print data, o'sha data ko'rinadi. Agar mana bu yerda ishlatsak o'sha data ko'rinadi. Kelyapti, initialize qilinyapti, stringlar olinyapti va JSON dekod qilinib dataga biriktirilyapti va data chiqarilyapti. Siz ko'rsatish uchun mana. Yana bularni map ko'rinishida oldi-da. Endi set state nimaga yozilyapti? Set state yozilganda bizada build funksiya boshqatdan ishga tushadi dedik. Va scaffoldimiz polni boshqatdan shu pastga tushirib kelyapti, boshqatdan chizilyapti. Birinchi holatda datamiz 0 edi. Datada hech nima yo'q edi. Biz mana buni dataga tenglashtirganimizdan keyin data ma'lumot oldimi, o'sha boshqatdan mana bu yerda chizyapti. O'sha tushunarli-a bu joyi hozir sizga. Ma'lumotni olish tushunarli bo'ldimi? Endi tak, endi nima qilamiz? Endi result page bor. Result page'da ma'lumotlarimizni saqlab qo'yamiz. Ma'lumot saqlash uchun shared preference get instance qilyapmiz. Yana chaqirib olamiz shared preference. Sen yana bir marta initialize bo'l va ichingda agar data degan list bo'lsa yana chaqirib olyapmiz stringlar listini. Bo'lmasa null bo'lsa empty list qaytar bizaga deyapmiz. Xo'p deyapti, bizda qaytaryapti va aytamiz. Oldingi datalarni oldik. Bu list ko'rinishda bo'ldi. Endi o'zimni yangi datamni mana shu listingni yoniga qo'shib qo'yaman deyamiz. Bizda kengaygan list bo'lyapti. Yangi ma'lumotlar paydo bo'lyapti. Ya'ni oldingi ma'lumotlarga hozirgi ma'lumotlarni qo'shdik. Bizda yangi ma'lumot, ya'ni oldingi ma'lumotini kengaygani bizda paydo bo'ldi va yana o'sha keyga boshqatdan saqlab qo'yamiz mana bu yerda. O'sha saqlab qo'ydik, u faylga saqlab qo'yildi. Yana main page'ga qaytamiz, yana o'sha logika. O'sha saqlab qo'yilgandi, endi bu yerdan yana olyapmiz.
tushunarli aka. Hozir sal bo'lsa ham tushunarli bo'ldi endi. Endi tushunarli. Aha. Okey. Mana shunaqa ko'rinishda saqlayapmiz. Siz shared preference dokumentatsiyasini o'qing. Shared preference o'zi nima? Mediumda maqola o'qing, bir ikkita maqola topib o'qing va video darsni yana boshqatdan ko'ring. O'shanda sal bo'lsa ham tushunarli bo'ladi. Va sizga vazifa qanaqa bo'ladi? Mana buni dekoratsiya berib kelasiz. Va biza shared preference'ni har safar boshqatdan initialize qilyapmiz. Har safar boshqatdan initialize qilyapmiz. Ya'ni hozir mana bu yerda ham boshqatdan initialize qilyapmiz. Result page'da ham boshqatdan initialize qilyapmiz. Bu bitta muammoyimiz. Har safar ma'lumotni olish uchun biza initialize bo'lishini kutyapmiz, lekin ma'lumot olinayotganda kutilmayapti. Demak, biza shunaqa qilishimiz kerakki, shared preference'dan bir marta initialize olinganda uni ishlata oladigan bo'lsak, ikkinchi safar ham. Demak, ma'lumotlarni olayotganda buni initialize qilib vaqt yo'qotmasganmiz. Demak, 10 millisekundga o'tishimiz mumkin ekan. Mana shu joyda agar mana shu yechim topsak, hozir muammoyimizga yechim topsak, mana shuni qidirib ko'ring. Buning uchun bizga singleton degan pattern bor ekan. Pattern naqsh bo'lsa kerak, o'zbekchasiga naqsh bor ekan. Dasturlash naqshimi, bilmadim endi. Singleton o'zbekchasiga pattern bor ekan shunaqa. O'sha narsani singletonni nimaligini bilishimiz va o'rganishimiz kerak. Demak, bizada vazifa mana shunaqa. Biza buni redesign qilamiz, mana corner berasiz, buni gradient berib chiroyli ko'rinishga keltirasiz va endi biza pattern berishimiz kerak bo'ladi. Mana patternni o'rganib kelishingiz kerak bo'ladi va keyingi darsda biza o'rganamiz. Ya'ni shunaqa qilamizki, shu pattern bilan shared preference'ni ishlatishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bu misol shared preference o'zi qanchalik maksimum ma'lumot o'zida ola oladi yoki misol ma'lumotlar ko'payib ketsa buni ishlatishni estoy bo'lib qoladimi shared preference misol? Tak. Shared preference ma'lumotni bitta listga yozadi. Agar o'sha listdan, ya'ni bitta faylga yozadi, o'sha faylda ma'lumotlar katta bo'lib ketsa, u 1 megabayt, 2 megabayt bo'lib ketishi mumkin. Dasturimiz ichida 2 megabaytli narsani ochish qanaqadir appimizni qotirishi mumkin. Mana shu narsalar ham bor. Demak, shared preference faqat kichkina ma'lumotlarga, ya'ni kichkina hajmdagi ma'lumotlarni o'zida saqlash uchun kerak bo'lar ekan. Ya'ni siz misol uchun chumolni o'ldirishga fil bilan bormaysiz-ku. Yo'q, tank bilan bormaysiz-ku chumolni o'ldirishga. Ya'ni biza chumolni o'ldirish uchun kichkina asbob kerak. Bizga qanadir Google cho'pmi, bilmadim. Shunaqa narsa deb hisoblashingiz bo'ladi. Ya'ni katta ma'lumot emas, kichkina ma'lumotni saqlash uchun kichkina ma'lumotlar bazasini, local cache'imizni biza shared preference orqali paydo qilar ekanmiz. Mana shunaqa ko'rinishda o'zimizga o'ylab olsak bo'ladi. Katta ma'lumotlar uchun o'sha boshqa narsalar ishlatiladi. Uni keyinchalik o'rganamiz. SQL bor, NoSQL database bor, ularni keyinchalik o'rganamiz. Bo'ldi. Shunaqa.